Sen bilan siz Valida Umarova. Bir kuni sen bilan siz bahslashib qolishibdi. Sen debdi: men shunday bir kuchli so'zmanki, og'zimdan chiqqan har bir sen odamlarga buyruq ma'nosini bildiradi. Sen shuni bajarasan, vassalom deyishadi. Buni eshitgan siz esa: yo'q, siz mana bu gapga quloq soling, deb bir suhbatni tinglashni taklif etibdi. U yerda ikki kishi shunday shirin suhbat qurishardiki, tillaridan siz degan so'z tushmasdi. Sen yana takabburlik bilan: baribir sen degan ibora yaxshi, debdi. Siz: suhbatga tushunmabsiz. Ular bir narsani kelisholmay turishganda ham tillaridan siz degan so'z tushmadi. Sen degan so'z ishlatilganda u suhbat boshqa ma'noga, hurmatsizlikka, bepisandlik va manmanlikka aylanib, yaxshilik bilan tugamas edi. Siz deb aytilgan so'z har qanday noqulaylikning oldini oladi, ko'ngillarni yumshatadi. Bu so'z insonning odobidan, go'zal tabiatliligidan, shirinsuxanligidan dalolat beradi. Qolaversa, sen ham, siz ham bir og'izdan degan maqol bor-ku, shunga amal qilganimiz yaxshi, deb senni to'g'ri yo'lga boshlabdi. Gulxan jurnalidan.